إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda da'vat haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi minashshaytonir-rajim. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna robbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili ve huwa a'lamu bil muhtadin. Ey Peygamber, Rabbinin yoluga, yani Rabbinin diniga hikmet bilen ve vez nasihat bilen davet kılgın. Ular bilen çaylıkça münazirleşkin. Rabbin kimnin doğru yoldan azganlıkını ve kimnin hidayet tapıdığanlıkını obdan bilidi. Davet, çakırış, ilan kılış deganlik bulup, İslam islahida davet Allah Taala'nın dinini ügütüş, Allah Taala'nın diniga kişilerini çakırış ve Allah Taala'nın dinini yaşatış deganlik buldu. Bu ayette hikmet bilen çakırgın, hikmet bilen davet kılgın ve vez nasihat bilen davet kılgın deyiş arkalık hikmetni vez nasihatning aldıga keltirgen. Yani hikmet doğru iş kılış. Yani biz doğru degan bir itiqadga, bir dinga itiqad qilgan ekanmiz. Şu dinning ko'rsatmasiga to'liq amal qilgan, şu dinning tasavvurini ve ko'rsatmasini ve şu dinning talablarini amaliyatimizda ko'rsatganlikni buni hikmet deydi. To'g'ri ish qilganni. Shunga bu til bilan da'vat qilishdanmi bakroq amaliyotni ko'rsatib, amaliyotni isbotlash bu til bilan da'vat qilganning oldiga keltirilgan ve amallarning eng afzali hisoblanadi. Yani demakchi bo'lganimiz, da'vat hergiz bu og'zaki emas. Da'vat deyilgan hamon kishilar ve dinni teşvik qilish ve dinni ügütüş, bildirish deb tushunadi. U emas, u buning bir qismi, ammo uning eng muhim tarkibiy qismi dinni Allah Taala ko'rsatgan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga o'rgatgan bo'yicha dinni yaşab ko'rsatish deganlik bo'ladi. Allah Taala bu haqda nurg'un oyatlarni nozil qilgan. Va'mur ahlaka bis-salati vastabir alayha deydi masalan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ailendekilerini namazga üretken ve üzerine onu ada kılışta mehkem boğun, güçlük boğun, çidamçan boğun deydi. Yani dep koyuş bilen emez, şunu yaşaş, şunu yaşatış. Şu biz diğer nesini yaşatış. Yani burunki ulemalar sahabalardan başlap İslam'ın altın devirlerine kelgüçlep en yaxşı davrlarda yaşaganlar İslamni haqiqatan amaliyotida ko'rsatib ve amaliyoti bilan da'vat qilgan. Og'zakig'in emas. Og'zaki degan shariatni tushuntirishga tegishli masalalarni tushuntirish ve savollarga javob berish, bilmaganlarni bildirib qo'yish. Ammo İslamning go'zalligini, İslamning haq ekanligini ve İslamning insoniyatni qutqizguchi bir din ekanligini amaliyotimiz bilan, ibadetlerimiz bilan, güzel ahlakımız bilan, muamelemiz bilan bunu ko'rsatish bu haqiqiy da'vat hisoblanadi. Haqiqiy da'vat uni yashash. Her bir Müslümanga dinga da'vat qilish farz. Yani her bir Müslümanning ustiga bu dinni yashatish, mushu dinni qo'g'dash ve mushu dinning go'zalliklarini ko'rsatish farz deganlik. Buni har qanday odam o'zining iqtidoricha yetkazadi. Yani umuman ular yaşap yetkizdi. Güzel taraflarını, İslam'ın güzel taraflarını en güzel şekilde, en mükemmel şekilde yaşaş arkalık İslam'a davet kılgan buludu. Burunqilar şunda kılgan. Endi hazırki zamanga kelsak, hazırki zamanda Müslümanlarınki amaliy hareketi, ahlakı, muamelesi dinga da'vat qildigan yerde emas, belki dindin kishilarni bezdirdigan, dindin yandurdigan kayfiyatga berib qoladi.
umuman musulmonlar yaxshi kishilar bor, hamma millatning ichida yaxshisi bor, yomoni bor, lekin umuman aytganda dunyoda insonlar musulmonlarning axloqi va musulmonlarning muomalasiga qarab ta'sirlanib iymon etadiganlar burunqidek andoq ko'p emas. Burun Sharqiy Osiyodagi mamlakatlar, masalan Filippin, Tayland, Malayziya, Indoneziya va bizningki vatanimiz, masalan Afrika davlatlari, shularning hammasiga askar berib yoki maxsus da'vatchi guruhchilar berib da'vat qilgan emas ekan. Ular musulmon savdogarlarningki durust muomalasi, go'zal axloqidan ta'sirlanib musulmon bo'lgan ekan. Hatto bizningki buvimiz Sutuq Bug'roxonniki musulmon bo'lganlik qissasimi Abu Nasr Samanininki go'zal axloqi va uning durustligi, muomalasining yaxshiligidan ta'sirlangandan musulmon bo'lgan ekan. Endi hozirgi vaqtda musulmonlarning talab qilgan eng aqalli talab, da'vat xususida musulmonlar talab qilgan eng aqalli talab musulmonning o'zining dinini go'zal yashash, go'zal dinning go'zalliklarini ko'rsatish, hargiz dinning dinni kishilarga yomon qilib ko'rsatmaslik. Ya'ni dinni Qur'on Karimda sahih sunnatda ko'rsatilgan bo'yicha yashab ko'rsatish. Endi hozir bular musulmon emas davlatlarda kishilar musulmonlarningki axloqiga, muomalasiga va ularning yurish turishiga intayin bak diqqat qildi. Ulardan hatto ta'sirlanib musulmon bo'lganlarni intayin ko'p, masalan bu ishlar bo'layotdi. Masalan bu haqda natija qissalar bor, ijobiy va salbiy qissalar bor. Masalan ulamolardan birisi deydi, bir odam, Pokistonlik bir odam shundoq bir dinimizni inglizcha tushundirgan kichik kitobchiklarni taqid ekan hamisha. Shunda taqidlayotgan kishilar bak chekkan, hamda Yevropaning butun mamlakatlarida taqid etgan kishilarning ishkini qirqib yoki chiqmasa ishkining oldida qolib qo'ygan, chiqsa qo'liga berdi ekan, gap qilmay shuni berib ketgan. Shu da'vatning usuli ekan, hamda ularga nisbatan shunday qildi ekan. Bir kuni u odam hamisha 10 yoshlik bolasini oqisga selib da'vat qildi ekan. Bir kuni qattiq yomg'ir yog'ib ketgan, putida revmatizm bor ekan, odamning puti og'rib ketganiga men chiqolmaydigan bo'lib qoldim, bugun chiqmaydi bolam desa, bolasi tamam bu har kun chiqib kelyotdik, men davomlashtiray dedi. Bu so'qoqda qanday qilasiz deganga, men sen qanday mangan bo'lsang, ashuna menib imoratlarga kirib, uylarning oldiga qolib qo'ysang bo'ldi deb taqid ekanda, kichik kitobchani. Taqib bir tal kitob qolgan chog'da bir ishni qoqidi ekan, chiqmaydi, tasdiqda uzunda, u shu chiqish saqlab turdi ekan hamda bola. Bir mo'may chiqib, 90 yoshlardagi mo'may chiqib, bolaga nima bo'ldi degan. Bola gap qilmay ayolga, Alloh sizni yaxshi ko'rdi degan. Shundan keyin ayol naytibak xushallanib, bolaning qo'lidagi kitobni olib, sening xotirang uchun alay o'qay bu kitobni deb akib ketgan. Akib ketib, bir haftadan keyin bu ayol shu bolaning dadasi imomlik qilgan masjidga berib, o'zining musulmon bo'lganligini e'lon qilgan. U chaqda qissasini deb bergan. Men mush bola ishni qilgan chaqda mushu dunyodagi mushu hozir yolg'izchilik, xotirjamsizlik, ko'ngilsizlik, mushu dunyoning hamma narsasini zerikib, men o'lib olay deb shu bo'ynimga og'amchini esib, shunda tug'a vaqtimda ish qoqdi. Endi bekimning bir hojati bo'lib qolgan bo'lsa, menga qanday ishdi deb açsam bulam, açmasam bulam deb tursa, meni ish yana qoqdi. Qiqivat uzun qiqivat shuni bir açay deb açdım, açsam shu bola menga Alloh sizni yaxshi ko'rdi dedi. Shuni uning qalbim bir qo'shallanib ketdi. Shundan keyin bu islomni o'qusam, bu haqiqatan go'zal islom ekan, men musulmon bo'ldim deb e'lon qildi. Ya'ni oddiy bir usul bilan hamda bu da'vatning bir turi. Undan boshqa yana bir rivoyat qildi ulamolar, arab mamlakatidan bo'lgan o'quvchilarning ikki o'quvchi saboqdosh yolg'iz qolganda endi arabcha gaplashib, o'zining tili bo'lgan arabcha gaplashgan. Bularning uchinchi bir do'sti bor ekan, ingliz. Shu ingliz do'sti kelgan hamon parangni inglizchaga o'rib, inglizcha gaplashgan. Necha qatim shunday bo'lgan. Bo'lgandan bu ingliz hayron qilib, bu nimishqa sizlar o'zingizning tilda paranglashyotsizlar, men kelgandan keyin inglizcha gaplashishlar degan. Payg'ambarimiz bizga 3 odam bir yerda bo'lsa, 2 odam ayrim gaplashmasin,
degan. Şuna sen biz Arapça gap qilsak sen tushunmaysan, şuna sen tushundigan, biz tushundigan tilda gap qilaylik deb shundan qildik deydi. Şu güzel ahlakdan yani oddiy bir meselede güzel ahlakın ta'sirli umum Müslüman bo'ldi ekan. Endi bu shundoq güzel, yaxshi ta'sirotlari bor bu islom axloqining da. Undan keyin bu Amerikaning Kaliforniya shtatida bir professor var ekan, cho'ng professor, ximiya olimi. O ateist, dinga intayin o'z bir odam ekan. Bir kuni shuning yanida doktorluk risolasini, ilmiy maqolasini putkizishga shuningga topshirilibdi bir musulmon qiz keladi ekanda. Şu yazlık nadi yaz vakti hamda hammadan yaz vaktida yelin yuradigan bir vaqt. Lekin shu chaqda shu qiz resmi, haqiqiy islomiy qiyofatda bu shu hijoblangan, boshdan oxiri hijoblangan, yog'liqni nadi yaxshi tangan, hijoblangan holda uning qishga kirib kelgandan keyin bu uning hayvisidan qattiq hurmat o'rnidan turib ketganda, o'rnidan turib qattiq hurmat qilgan musulmon shundoq o'ch bir shaxs ekan, ammo qizning qiyofatini ko'rgandan keyin buniki hayvatidan o'rnidan turib ketgan. Keyin islom to'g'risida bir izlanayman deb izlanib nurg'un kitoblarni yozilgan, islom to'g'risida nurg'un kitoblarni yozilgan, musulmon bo'laqlikan yani. Demak, musulmon ayollarninki shu islomiy hijob, islomiy qiyofatining o'zi bir ibodat hamdi. Shuningki insonlarning qalbiga beradigan ta'siri va insonlarga va shu kiygan kishilarning sha'nini ko'tarish va uning hurmatini ko'tarish va boshqalarning ko'ngliga shunday bir hurmat tuyg'usini selish masalasida nihoyatda roli cho'ng ekan. Endi salbiy ahvollarmi bor. Masalan, Yevropa davlatida yashaydigan bir oila, musulmon oilaning bir o'g'il shu Yevropa mamlakatidagi shu o'shaning yerlik qizlardan bir qiz bilan muhabbatlashib qolibdi. Muhabbatlashib qolib to'y qildigan bo'lib, u bola dadasiga kelib bunda to'y qilgan bo'ldim degandan keyin men u musulmon bo'lmasa, men u musulmon emas qizni sana xristianni ep bermayman. Musulmon bo'lsa tamam ep beraydi. Shunda degandan keyin bu bola deyotgan qizga, dadam shunda shart qildi, siz musulmon bo'lsangiz to'y qila olamiz ekan. Agar siz musulmon bo'lmasangiz biz to'y qila olmaymiz ekan, deydi ekanda. Degandan keyin qiz, andaqda men bana shu islomiy kitoblardan yaxshi kitobni tepbergin. Men bana vaqt bergin, eng az 6 oy vaqt bergin. Islomni men o'qib, o'zim qanoatim bilan agar qoyil bo'lsam, men musulmon bo'lay, deydi ekan. Shuning bilan 6 oy ketmaykan, 3-4 oy bo'lgandan keyin qiz telefon qilganda o'g'ilga men musulmon bo'ldim degandan keyin o'g'il nihoyat xo'shlab, men biletdim to'y qildiganligimizni, bak yaxshi bo'libdi deb tabriklayman degan. To'xtasa aldirmay tur, ammo men sen bilan to'y qilmayman. Lekin nimishga desa, chunki men islomni o'qidim. Islom degan shunday yaxshi bir go'zal bir din ekan, bir hayotlik dastur ekan, ammo sening yashayotgan hayoting bu islom emas ekan. Sen bu islomga vakillik qila olmaysan ekan, chunki senda yo namoz yo'q, yoki zikr yo'q. Bu islom boshqa ekan, sen boshqa ekan. Sen bilan to'y qila olmayman, xafa bo'lma deydi ekan. Bu shunday ahvolimda. Chunki bu musulmon emas mamlakatlarda musulmonlarga insonlar qaraydi. Yani bularniki axloqiga qaraydi, yurish turishiga qaraydi, muomalasiga qaraydi. Masalan, birisi yaxshi ta'sir ko'rsatsa, bu islomning hisobi bo'lib yeziladi-da, u kishilarning ko'nglida, ha, musulmon degan shunday yaxshi ekan deydi. Agar aksicha bo'lib, kazzoblik, aldamchilik deganga o'xshash, qo'ymichilik deganga o'xshash bunday yomonlik ko'rsa, ular Türk bana anda qildi, Arab bunda qildi, Uyg'ur bunda qildi, yoki Mehmet bunda qildi, Samet bunda qildi demaydi. Musulmon bunda qildi deydi-da. Musulmon yomonlik qildi, musulmon aynan yolg'onchi ekan deydi. Anda bo'lgan ekan bu islomning ziddiga buning yomonlikning faturasi islomga yozilgan bo'ldi, islomga yomonlik qilgan bo'ldi. Ya'ni bir musulmon islomga ziyonkashlik qilgan bo'ladi-da. Shunga bunday ishlar bek diqqat qilish kerak hamdi. Musulmon shunga o'zining yurish turishi bilan islomga da'vat qila oladi. Mayli islom mamlakatida bo'lsin, musulmon emaslar mamlakatida bo'lsin, musulmon odam o'zining go'zal axloq bilan, durust muomalasi bilan, yurish turishi bilan islomga da'vat qila oladi.
Aksicha qilsa, aksicha qilganda, yolg'onchilik, kazzobchilik, qo'ymachilik bo'lsa, islomning hisobiga, ya'ni islomni yomon ko'rsatgan bo'ldi, uning faturasini islomga to'latgan bo'ldi, shuni o'zining diniga ziyonkashlik qilgan bo'ldi. Chunki musulmon bu islomdan mas'ul. Musulmon bo'lib la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb iymon aytib musulmon bo'lgandan keyin, mu'min bo'lgandan keyin biz mushu dindan mas'ul, mushu dinni qo'g'dash, mushu dinning go'zalligini ko'rsatish, mushu dinga da'vat qilishni biz mas'ul. Shunchalik mas'ullikni o'tayolmasak, biz musulmon bilan 5 vaqt namozimni o'qidim, ro'zamni tutdim, zakotimni berdim degan bilan bu kifoya qilmaydi. Chunki har qanday bir partiyaga kirgan odam bu, masalan, har qanday tashkilot olsin, partiya olsin, badal puli to'laydi, masalan. Shu tashkilotni qo'g'dash vazifasi va shu tashkilotni qanot yaydish vazifasi va shunga o'xshashlar gap bu. Islomga kirganda biz unga ega chiqishimiz kerak, ega bo'lishimiz kerak. Ega bo'lish qanday u islomni suyish va islomni qo'g'dash, go'zalliklarini o'tirg'i chiqarish, islom to'g'risidagi nohaq gaplarga, yomon narsalarga raddiya berish, bunda qo'g'dash bilan bo'ladi. Shunda bo'lsak, islomga biz ega chiqsak, Alloh taolami va islomi bizga ega chiqadi. Bizning sha'nimiz yuqori bo'ladi. Shunga bunday ishlarda bak diqqat qilish kerak. Qur'on Karimda buni bizga Alloh taolo o'rgatgan. Robbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru deb duo qilishni o'rgatgan. Bu nima degan gap bo'lsa, ey Robbimiz, bizni kafirlar uchun fitna qilmagan deb duo qilishni o'rgatgan. Kafirlar uchun fitna bo'lgan qanday desa, masalan, bir musulmon kafir qavmning yanında yashab turib, bu musulmon kazzoblik qildi, adam aldaydi va o'zining diniga, o'zining mansub bo'lgan islom diniga hurmat qilmaydi, amal qilmaydi. Anda bo'lgandan keyin kafir nima deydi? Bu musulmondan biz yaxshi ekan, bu kazzob, biz rostchil, bu va'dasi tutmaydi, biz va'damizni turamiz. Biz o'zimizning diniga hech bo'lmasa o'zimizning diniga amal qilamiz, dinimizni hurmat qilamiz. Buningda umi yo'q, uningda biz yaxshi ekan deydi. Shu yaxshi ekan deb o'zining kofirligini mu'minlardan, mu'minlikdan, Allohga iymon etishdan, islomdan afzal ko'rganligi shu bizningki fitna bo'lganligimiz, bizning sababimiz bilan, bizning axloqimizning nacharligi bilan bir kofir o'zining dinini, o'zining e'tiqodini bizningki to'g'ri, durust e'tiqodimiz, to'g'ri dinimizni afzal ko'rdi. Afzal ko'rgan vaqtida biz shuni fitna bo'lib qolgan bo'lamiz. Oyatning ma'nosi shu. Mufassirlar shunday deb tafsir qildi. Ya'ni kofirlarniki o'zining dini bilan mag'rurlanishiga, o'zining dini tahrirlanishiga sababchi bo'lib qolmayli deydi. Sababchi bo'lib qolmayli deydi. Aksicha biz aksicha qilsak, uning aksicha bo'lsa, go'zalligimiz bilan islomning go'zalligini to'nishtirish, islomning go'zalligini yashash, go'zal axloqli muomala qilish, bunda ta'sir qoldirsak, biz uni aksicha ularni islomga tortgan bo'lamiz. Ular bizning e'tiqod qilib kelgan ishlarimiz hammasi xurofotdan boshqa narsa emas ekan. Haqiqiy din islom dini ekan. Allohning nazaridagi din haqiqiy islom dini ekan. O'sha islom to'g'ri ekan degan keladi-da. Aksicha qilgan vaqtida haqiqiy fitna bo'ldi. Alloh taolo hammamizni dinimizni yaxshi yashaydigan va boshqalarning islomni yashashiga vasila bo'lgan mu'minlardan qilsin. Qadrli ko'rman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Davomini qadar har biringlarni ruxsat bilan aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.